barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Alkov va menga bir challenge berilgan ekan, uni bajaraman. Bu challenge mana bunday ekan. 15 minut ichida Bedrockgacha yetib oling. Qani unda uni bajarishga harakat qilaman. Qani boshladik. Bajara olsam videoga like bosasiz, kanalimga esa obuna bo'lib qo'yasiz. Chunki men 20 ta bo'lishni kutyapman. Tezroq 20 ta bo'lsam, yangiroq o'yinni o'ynashga va'da beraman. Tezroq 20 ta bo'laylik shuning uchun. Tezroq shundoq olsaydi bu blok. Bu mening tagimda temir chiqmasin. Vaqtni ko'rib turishingiz uchun uni teparoqqa olib qo'yaman. Bizda hali vaqt bor, lekin hali joy ham bor. Tezroqsan. Tezroq sinsaydi, men esa tezroq yetib borsam. Bu blok menga juda ham tez sinayotgandek tuyulyapti. Bu esa hech qachon. Lekin naridan ko'mir chiqishini xohlamayman men. Tezroqsan blokjon. Men survivalning ikkinchi qismini chiqaraman albatta. Unda 4 kishi bo'lishga harakat qilamiz. Yana bir yangi do'stim bor. Uni ham qo'shishga harakat qilaman. Lekin men yangiroq versiyaga o'tolmasligim ham mumkin. Agar 20 ta bo'lganimizda yangiroq versiyaga o'tolmasam, meni kechirib qo'yasizlar. Bizda vaqt juda ham kam. Menimcha. Agar siz ham menga mana shunga o'xshagan challenge bermoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring qanday challenge bermoqchi bo'lishingizni. Va sizga kim bilan olgan videoyim yoqayotgani ham. Ayko bilanmi, Shaka bilanmi yoki Elko bilanmi? Albatta Elko bizning yangi do'stimiz. Yo'q, men adashman ismida. Elko emas, Elko ekan. Bu qizil blokning nomi nima? Kommentariyaga yozib qoldiring, iltimos. Yaqinda Bedrockga yetib boraman deb o'ylayman. Bizda 11 minut vaqt qoldi. Biz anchagina ko'p qazib qo'yibmiz. Bu temirni esa qazish juda va yana juda ham sekin. Mana shunday kontentlar uchun iltimos kanalga obuna bo'ling, videoga esa like bosinglar. Sinaqol Temirjon. Nihoyat.
Şunu nechanchi versiyani o'ynaysiz? Shuni yozib qoldiring. Bu versiyaning ham men kommentariyaga yozib qoldiraman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa albatta. Bizde deyarli vaqt qolmadi. Sizga savol, bu versiyada vizirni yaratsa bo'ladimi? Sinaqa blokjon. Sen meni tushuntirib izlab ketding-ku. Son. Yaxshi, oz qoldi bizda. Tezroq chiqsa menga juda ham yaxshi bo'lgan bo'lar edi. Yo'q, redstone bu juda ham sekin sinadi. Temirdan ham sekin. Menga qandaydir suvning ovozi eshitilyapti. Bo'lsa kerak. Qo'rqoqni tushmasam bo'lgan yaxshi bo'lardi. Do'stlar, agar siz ham Minecraft o'ynasangiz sizga bir challenge. 10 xil emas 15 xil gul turini yig'ing. Men yetib keldim. Do'stlar, endi sizlarga bu video yoqqan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring. Bu menga juda ham qiziq. Hozir esa men sizlar bilan xayrlashaman. Hammaga xayr.